gohida inson biriga siz johil ekansiz deyolmagani uchun siz juda aqlli ekansiz deydi. Ya'ni birini olqishlash har doim ham samimiy bo'lmaydi. Gohida sizga qarsak chalayotganlar sizni haqorat qilayotgan bo'lishlari ham mumkin. Buni endi farosat egalari juda yaxshi anglaydi. O'zini taniganlar uni sha'niga aytilayotgan ijobiy va yoki salbiy fikrlarning naqadar to'g'ri va yoki noto'g'ri ekanligini, samimiy va yoki kinoya ekanligini darhol anglaydi. Diqqat qiling. Odamlar siz johil, bilimsiz, bilmadim yana nimadir ekansiz